أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar biz kitabımızdan Muslilay babideki taqdimuhu yani cümlelerde Muslilay bilekninki aldı dikilişi hakkındaki mazmunlarga keldik. Dersine başlaştan ilgili biz kitapның aldığın ötken mazmunlarını kısaca bir qitim tekrarlap öteyli. Biz balagat, pasahat hakkındaki düşüncelerini kitapның derslerinde sözüldük. Yani pasahat sözlerde tepildi. Yani sözlerini pasahatlik sözler süpetleyemez. Cümlelerde tepildi. Mutakellimde tepildi. Balagat cümle ile mutakellimde tepildi. Sözdeki pasahat şu sözünki garabet, tanafrul huruf, muhalefetil qiyasdan ibarat 3 xil ayıp noksandan hali bo'lishi. Cümledeki pasahat deganimiz sözleri pasahatlik bo'lib bo'lgandan keyingi cümleningki tanafrul kelimatdan hali bo'lishi, da'fut ta'lifdan hali bo'lishi, taqid lafzi va ma'naviydan hali bo'lishi deb bayon qilib o'tgandik. Ondan keyin cümle yuqoridagidek so'zlardagi shartlar, cümlenin üzdagi shartlar ado topib pasahatlik deb sifatlanib bo'lgandan keyin e'tibori munosib ya'ni maqomga mos shaklda tuzilsa, muddaoni to'liq ifodalaydigan, maqsadni ifodalaydigan shaklda uslub qo'llanilsa, biz bu xil jumlada balog'at topildi. Ya'ni bu xil jumlaning uslubi balog'atlik uslub bo'ldi deb shunday degan. Şu cümlenenki pasahatlik ve balağatlik buluş şartlarının işideki bazı ahvallara qarab biz ügünüdüğün kem mezmunlarını bir balağat için çoğun işkiga bölgendik. Birisi ilmul maani, yani birisi ilmul bayan. İlmul maani cümlenin kurulmasını bahs qiladigan bo'lg'achqa, umum cümlenin kurulması bizden şu ilmul maanining bahsini 8 turga to'xtatishni talab qildi. Bunun birincisi ahval al-isnad al-xabari, ikincisi ahval al-musnad ilay. Biz şu muslilayning ahvolida yani cümledeki muslilay bilek. Bunu bizler aslında aldık, tushundik naticat. Cümlede ilgilik karakteri var. Muslilaylik karakteri ega bileklerinin hammasi bizning shu so'zlayotgan muslilay degan atalg'uning tahtiga daxil. Masalan, hal, zul haldagi zul hallar, sifat mavsufdagi mavsuflar, mubtada xabardagi mubdalar, fil fa'ildagi fa'illar, fil naib fa'ildagi fa'illar qatorliq shu jumlada ma'lum bir ish harakat, ma'lum bir sifatni yuziga qana qiladigan, tava qiladigan, shunga sahib chiqadigan, shuni ijzo qiladigan, shu sifat, shu harakat, shunga nisbat beriladigan bilakning hammasi muslilay bo'ladi. Shu muslilaylarningki jumlada zikr qilingan holdagi ifodalamoqchi bo'lgan mazmunlar, hazb qilingan vaqtdagi maqsad qilingan ifoda mazmunlari, ondan keyin fasli keltirish, vasfi keltirish, badal elish qatorliq bir qullik ahvollarni so'zlab o'tib, taqdimuga kelib to'xtagandik. Ya'ni jumlada qana keltirish, ilgir keltirishdi. Bu haqda avtor bir qancha xil masalalarni bayon qildi. Shu masalalarning ichida avtor o'zi bayon qilayotgan taqdim qilinishdan chiqadigan ifodalanmoqchi bo'lgan muddaolar va boshqa balog'at, danglik balog'at ulamolar o'tirg'i qo'ygan muslilayning muqaddam qilinishdan ilinadigan ba'zi ma'no hukmlar so'zlanadi. Abdurda atıdı taqdimuhu yani muslilayni cümlede muqaddam qilish falikawnihi ahamma min zikri g'ayrihi falikawnihi ahamma yig'ib aytgan vaqtda birla muddaosi u olsa-mu shu muslilayning zikri boshqalarning zikridan muhim bo'lganligi. Shuni buni liqmında yig'iblam tushunsak shu. Mesela adette ben neç günden bir mançımız dep öttüm. Hatta cümledeki qaysi bilek muslilay emas, har qanday bilek bizga nisbatan muhim bo'lsa, bizning ig'izimizning tabiilan shu bilek oldida chiqadi. Mesela dedik-ku, Muhammed bilan Ahmad urushdi. Yani Ahmad Muhammadni urdi. Birisi urug'uchi, birisi urilg'uchi. Bizga nisbatan Muhammad nim bo'lsa, muhim bo'lsa, voy Muhammad uribdi deymiz. Hatta Ahmadni tilga epmi qo'ymaymiz. Chunki uning bilan bizning chatag'imiz yo'q-da, uningdan bo'lishi bilan. Agar urilgan Ahmad bizning munosabatli odam bo'lib qolsa, Ahmadni uribdi deymiz. Navbat kelib qolsa tilga olamiz Muhammadni, bo'lmasa qanday qilmaymiz, tilga olmaymiz. Shu darajada jumlada qaysi bilak muhim bo'lsa, shu bilak
ko'p tilg'anadi, oldida tilg'anadi muqaddam bo'ladi. Endi bu bir yig'ib aytgan bir xulosa. Nima uchun muhim bo'ladi degan yerda? Chunki shu bo'lakni ilgari keltirishdan, muqaddam keltirishdan bir muddao bor. Bir ifodalamoqchi bo'lgan maqsad bor. Shu maqsad nima desa, birinchisi va zalika an ashu, birinchisi likawnihi al-asla va la muqtada lil-udul anhu. Chunki zikr nima muqaddam taqdim keltirish asli uningdan chiqishni taqozo qilgan taqozo yo'q. Biz hammalar nahviy o'qiylik. Nahviy kitoblarida jumladagi asosiy bilakin, igi bilak bilan xabar bilakninki o'rnini so'zlagan vaqtida asli o'rni igi bilakning, ya'ni muslay bilakning o'rni muqaddam bo'lish, ilgari jumlaning oldida kelish, xabar bilakning o'rni keyinda kelish. Ba'zi vaqtlarda, masalan, muslay ma'rifa, xabar musnad qism shibih jumla jar majrurga vaqtda musnad bilakni muslaydan muqaddam qilsak yajuz. Muslay nakira, musnad bilak jar majrur yoki zarf bo'lib shibih jumlaga vaqtida musnadni muslaydan muqaddam qilish vojib degandek bir taraflar bo'lsa-mu, bu degan alayda ahvolda chiqarilgan hukm, ammo asli buning o'rni nima deb so'ralsa, muslayning o'rni oldida, musnadning o'rni keyinida. Biz ifodalamoqchi bo'lgan yana bir allaqandoqdir muhim masalalar bo'lmaganida, muhim mazmunlar bo'lmaganida mush ish o'z petda keladi. Ya'ni muslay oldida keladi, musnad nada keladi, keyinda keladi. Bu birinchi sabab mana bu. Bununla başka alayda misal mı ketmeydi bizden tüzüvatkan bütün cümlelerimizden hemmisi asasen muşu misal, muşu asasda buludu. Bu bir. İkincisi, haber sami'nin zihnida qarar epqasın. Nimişqa çünki mubtadada şu haberge bir xil qiziq duruş va tashviq degani, mubtadaning mazmuni anglag'uchiga qarata xabarni tezroq anglash ishtiyoqini qo'zg'aydi. Mubtadaning mazmuni anglag'uchiga qarata xabarni tezroq anglash ishtiyoqini qo'zg'aydi. Bunda ahvollarda andiki mubtada muqaddam keltirildi. Masalan, Abul Ala'niki vallazi haratul bariyatu fi hayvanun mustahdathun min jamadi. İnsaniyat hayron qolgan u kishi bo'lsa, bu faqat jonsiz narsalardan yaratilgan bir jonliq bir hayvon degani, ya'ni bu har qancha cho'ng chiqib kelsin bir inson. Ya'ni bu she'rni ba'zilar Rasulullohni maqtagan she'r deydi, ba'zilar boshqa maqtagan she'r. Kimni maqtasin? Bu demakchi o'g'ini vallazi haratul bariyatu fihi deb mubtadaning mazmuni bir xil boshqalarni qiziqtirmasa odatda buni o'zimizning ijtimoiy parangga aylantirsak, u bek yomonkan deb qo'yamiz. Biz qarash taraf bizdan va kim u? Agar biz normalda ismini desak gap tuz bo'ldi, bek yomon kelvo desak, unda boshqa bir diqqatni tortadi. Qanday qilish? Voy birni qo'yib ani yiqitib deymi? U birni qo'yib uchib ketdimi? O degalik bir xil gapni yumshoqan siri oldingi bilak boshqalarni qiziqtiradigan bilak bo'lib qolsa, keyingi bilakka qarata boshqalarning zihnida qiziqish tug'iladi. Ular degandan keyin lam qaladi qanaq qoladi, o'rnab qoladi. Bu tabiiy, u balkim mingidagi ikkinchi bir xil inkasni qo'zg'ash usuli bo'lishi mumkin. Bu bir. Yani bu o'rinda allazi degan muslayni muqaddam keltirdi, keyingi musnadni, hayvon degan musnadni va ishtiyoqini qiziqtirish istedi. Bu bir odatdagi sabab. Ama bugungi darsning asosiy mazmunlari tuvanda. Uchinchisi, xushallik yoki bearamlikni oldiritish, tiz keltirish uchun ya umid o'rilish yoki bo'lmasa shumpal ilish. Ham demakchi o'g'ini musnad, muslay, mazmun jihatda bir xil xushallik huquqiga ega muslay yoki muslay mazmun jihatda bir xil bearamlik, shumxabar huquqiga ega bo'lib qolsa, qarish tarafga ashta bir tuyg'uni berish uchun gap qilamiz. Odatda normal biz bu qo'llanamiz buni ijtimoiy farq. Masalan, kelib bilan birisiga bir ko'ngli bearam huquqiga deb bu yiqilib ketibdi deb gapni boshlaymiz-da. U anglagan odamning kallasidan mening balam yiqilganmidi, u yiqilganmidi degan har xil yomon tuyg'u desa, falan yiqilib ketibdi deb o'zga buni. Lekin men demakchiki, boshqalarning kallasiga ko'nglimizda, bizning muddaoyimizda bir xushallik akilish uchun oldi bilan uningga xushal bo'ladigan gapni deymiz endi. Masalan, imtihon nomerining nima ekanligini uqmay qolgan. Zat imtihondan o'tsa bo'lgan odamga o'tibsa deymiz endi avvallamchi. Senning gapni tashlab o'tamiz masalan. Bir mag'uni qo'qitib qo'yaya degan o'rinlarda o'tmabsiz yoki nomer 2 chiqibdi deydigan bunda bir gap. Demak, mutakallimning, so'zlug'ichining muddaosiga qarish tarafini yo bearam qilish, yo g'amkin qilish bo'lib qolsa, muslayning umumiy qurilmasi yoki mazmuni shu xil xo'sh xabarni yoki shum xabarni o'ziga olgan bo'lak bo'lsa, oldi bilan shuni deyish orqali qarish tarafni paydo qilmoqchi bo'lgan holat
holatni paydo qilish uchun mana bu muddao shunday üstü payladan muqaddam qilingan gap. Men necha kundan beri davatama bu so'zlayotganning hammasi garchi muslay babida so'zlayotgan bo'lsa-mu boshqa babda aynan tabiiy shu akaga misollarimda musnadning muqaddam qilinishi hammasi bor. Masalan, Sa'dun fi darik. Sa'd adati lug'at ma'nosi baxt, saodat degan ma'noda. Bir odamning ismi bo'lsa-mu, Sa'd degandan keyin bir xil anlamaktılar bir xil adamga bir xil huzur bag'ishadigan gapda. As-saffah fi dar sadiqlik desa, qonxo'r desa, bir odamning laqami yoki ismi bo'lishi mumkin, lekin o'zi shu qonxo'r, saffahning ma'nosi bir xil odamga bir xil nima deymiz endi, anlamak qilib odamni yuragini soldiradigan bir ishlamdi. Shunda bir hukumlarni qarshi tarafga berib, ya oldin xushalik qilish, ya oldin uni bearam qilish degandek bundan Allohga yetish uchun bo'lgan gapda. To'rtinchisi kallamdan yok olmaydı. Yoki uni bilan huzurlanıldı deganligini vahmi sandirishga mening kallamdan mush ketmaydi. Demak, bularning hammasi odatdagi normal gaplar. Muslay yuqorga o'xshash g'arazlar tufaylidan muqaddam qilindi deb Abdur gapni bu oldingi 4 mazmunda yig'ibdi. Chunki biz bunday gaplarni yomon jaqlab ketdik. Xuddi zikru hudim tilqaqandak, hazf hudim tilqaqandak bu faqat sizlar Arab edebiyatıga tava nasini. Masalan, Qur'oni Karimni ya hadisni ondan başqa edebiyatga tava şiirlarni o'qish jarayonida o'zing bayqasanlar bo'ladigan masala. Endi muslayning muqaddam qilishining eng muhim sabablaridan biriga endi keldik. Ya'ni 5-chi qatorga tizdi. Bu Abdul Qahir Jurjanininki o'tirib qo'ygan fikr. Abdul Qahir Jurjani hammalar bilasizlar, biz kitobning 5-so'zida o'tgan mushu balog'at sohasidagi imomlarning qatoridan. Imom degani, ya'ni hozirgi atalg'ida professor degandek odamlar, ya'ni bu ularning digini musahadagi qoidaga aylanadigan marja shaxslarning birisi. Dalailul Ejaz Asrarul Balaghat nomli mush balag'at sohasidagi turas kitoblarning avtori Abdul Qahir Muslayning muqaddam qilinish haqida tundikidek ma fi ma'nahu degani shu gapining xulosasi tundiki shu gaplarni da'vat qildi. Ham Abdul Qahirning gapiga o'tirg'i qo'yishdan ilgari biz gapiga kelishdan ilgari shu Muslayning muqaddam qilinish jumla shakllarini bir qitim sizlarga so'zlab o'tsak, odatda Muslay tundikidek 4 xil shaklda muqaddam holatda keladi. Ma Abdul Qahirning gapiga qarta deyilgan gap. Odatda har xil keladi. Lekin Abdul Qahir o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan muslayning muqaddam qilinishini ilinadigan mazmun, ahamiyatlar tundikida quriladi, undan keyin ifodalanadi. Birinchi xil shakl odatda muslay nafiydan keyin keladi, musnad fe'l shaklida kelsa. Qanday shaklda mush jumlasi baqsanlar bo'ladi? Masalan, ma ana azhab. Lekin ma ana zahabtu, ma ana qumtu. Buni o'xshashlar. Muslay nafiydan keyin musnad fe'l. Musnad nima? Fe'l. Ma ana madan keyin keldi. Qultu. Ma nimasi o xabar, ya'ni musnad bilak. Bu fe'l. Bu bir xil shakli. Buni kallam tutib oling, ha. Hozir faqat jumla shaklini so'zlaymiz. Har bir jumla shaklining qanday ma'nolar chiqadi? Abdul Qahirning vaqtdagi fikrini anglaymiz. İkincisi muslay nafiydan keyin musnad yani fe'l. Nima? Birinchisi muslay nafiydan keyin musnad fe'lda, ikkinchisi de nafi muslaydan keyin musnad fe'l. Masalan bunun misali ana ma qultu. Bayatanki ma ana qultu. Ma o ana ma qultu. Qayta tekrarlaya. Birincisi muslay nafiydan keyin musnad fe'l. Ma ana qultu. İkincisi nafi muslaydan keyin musnad fe'l. Ana ma qultu. Ma anadan keyin. Bu ikinci şekil. Abdul Qahir hazır sözlemoqchi bo'lgan ikinci şekil. Üçüncü şekilde muslay manfi emas. Yani muslayning oldida nafi yo'q, ama musnad fe'l. Ana qultu. Muştalan. Ma bir şekil. Dördüncüsü muslay nakira musnad fe'l. Mesela raculun ja'ani. Mush 4 xil shakl var. Abdul Qahir rahimahullah mushu muslayning muqaddam qilinishininki ahamiyati ifoda etadigan mazmuni haqida bayon qilmoqchi bo'lgan 4 xil shakl var. Bu 4 xil shaklda bo'ladi bizning vaqtda Abdul Qahir va undan keyingi ba'zi gap so'zlar mushlar asos qilib bo'ladi. İfodalamoqchi bo'lgan mazmunlar shu.
Makalangda bo'lsin, bugungi darsimizda qolgan mazmunlar hadislar muhim emas. Birisi Abdul Qahirning mushu 4 xil shaklga bergan ta'biri. Bu bir. Yana birisi kitoblarning 7-sida mushu Muslimlarning taqdimining 7-turida İbn Malik deydigan bir yer var. Şu yerdeki bir bölük şekil. Yani bu iki şekil bugün dersinin en cevher mağızlık yeri. Muş noktalara alayı dikkat kılınlar. Yani 4 xil şekilde son tutuyorlar. Musley nefidinkin musnad fiil. Nefi musleydinkin musnad fiil. Musley musbat yani nefidinkin emas musnad fiil. Musley nekire musnad fiil. Reculun cahili. Abdul Qahir bu şekillerine nispeten nim deydi o desanlar töndekidek bir neçe xil fikrini oturup koyuyordu anlayın. Kad yuqaddamul musnad ilay li gharad takhsisihi bil khabar al fi'li ve qasr hada al khabar alayhi. Bazıda musley şu musleyni fiil xabariga xos qilish ve mushu xabarini shuningga qasr qilish uchun muqaddam qilinadiganini Abdul Qahirning gapidan chiqganki, musley gaptigimda taqa oxir qaranglar. Va zalika ashu agar shu musley nafi harfidan keyin tushsa faslisiz, ya'ni birinchi shakl, bayatdan 4 shaklning birinchi shakl. Musley nafidan keyin kelsa, musnad xabar kelsa, bu nimani ifodalaydi desanglar, qasr ixtisosni ifodalaydi. Ya'ni musnad musleyga xos. Ma ana xos degan gap nima desa, ta'tir hukum chiqdi degan gap undan. Ma ana qultu hada desa, mellam bu gapni demadim degan bo'ladi. Mellam bu gapni demadim. Undaganda bu gapni demaslik manglam xos. Buning ta'tirisi nima chiqdi? Boshqalar dedi. Undaganda Abdul Qahir o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan birinchi fikri bayatanga 4 dona jumla shakllanishidagi birinchisi. Musley nafidin kin kelib musnad fiil bo'lib qolgan vaqtida qasr chiqadi. Ya'ni musnad musleyga xos qilinadi. Musley musnadga xos qilinadi. Men la demadim. Demaslik manglam xos. Bu yerning aksi ma'nosi, ta'tir ma'nosi nima chiqadi? Tabiiyki boshqalar dedi. Bir gap so'z olib ketibdi birovning keynida. U birov kelib hammalarni to'g'izib bizni suv so'roq tortadi. Ha, qasing deyishdim. Depaqana gapni. Tabiiyki bu so'rinda hammadan buni gapni qilgan. Illaki men demagan. Men mushuni qanday ifodalayman? Mushakil ifodalaysa. Ma ana qultu hada. Bu gapni mellam dedim. Shuni asl bo'ldi. Gapning ta'tir ma'nosi boshqalar hammasi dedi. Mushu ma'no mushu uslubdan chiqadi deyotdi. Bizning balog'atning maqsadi uslublardan chiqadigan ma'noni ifodalash. Mushu xil ma'no mushu uslub. Endi boshqa butun jumlalarda mushu formularni ishlasak bo'ladi. Hamma bilan tirishgan qiyofatga kiyib oldi. Shunami ya? Hamma bilan ishlagan qiyofatga kiyib oldi. Men deymanki, ma ana yoki bo'lmasa amaliyot o'ynamadim. Amaliyot o'ynaqliq emas-ku. Mallam o'ynamaqliq. Ma ana la'ibtu. Emas men o'ynadim degan gap emas-ku. Mallam o'ynamadim. Qolganning hammasi qanaqa qildi o'ynadi. Hammasi uxlagan ish vaqtida. Ma ana nimtu. Mallam uxlamadim. Mujni ifodalash uchun buni uslub. Nafidinkin musley musnad fiil. Mana ma uslubdan taxsis ixtisos ma'no chiqadi. Dedi Abdul Qahir Jurjani rahimahulloh. Yani Abdur bunu izahlab bizga lam aqulhu men bu gapni demadim. Halbuki bu gap mening g'ayrimning deyilgan gapiki hammasidaglik. Mendan boshqa hamma demak bu yerda xoslik chiqdi. Manglam xos demaslik. Shunglashqa, mashta sho'g'achqa ma ana qultu hada va la g'ayri dish to'g'ri emas. Chunki avvalgi jumla mendan boshqalar dedi degan muqimni chiqqachqa buningga qarshi la g'ayrini kelishi to'g'ri. Chunki la g'ayri demadi degan gap chiqadi. Avvalgi jumladan dedi degan gap chiqadi. Ma jumla to'g'ri emas degan ma'nosi oldingi jumladan mendan boshqalar dedi degan gap qat'iy chiqdi degan gap ma'lum. Va yana ma ana ra'aytu ahadan dishma ham to'g'ri emas. Nimishqa men hech kimni mendan ko'rmadim desa, mendan boshqalar hech kimning qarshisi butun odamni ko'rdigan bo'lmaydi. Chunki ma'no xato chiqadi. Chunki ahadning ma'ana ra'aytudan ta'tirman chiqadiki, mendan boshqalar ko'rdi degan ma'no chiqadi. Ahadmi ta'tirga aylanadi, qarshi ma'noga aylanadi. Ahad hech kimni, uning qarshisi hammadan. Mendan boshqalar hammadanni ko'rdi degan ma'no chiqadi. Logikaga zid gap. Yana to'g'ri olmaydi. Ma ana darabtu illa zaydan degan olmaydi. Faqat malla urmudim. Illadan keyin
Malla urdim. İlani aldıda hemmeden urdi. İladan keyin hech kim olmadı. Xata chiqdi bu yerda. İlladan keyin kelgan istisnoning ma'nosi bilan oldidagi ma'ni darabdan chiqqan qasr ma'no dal xato chiqdi. Manda demak, yuqorida ma'u to'g'ri emas, ma'u to'g'ri emas, ma'u to'g'ri emas deb 3 jumlaning to'g'ri emas deb akilishning sababi maqsadi, ya'ni oldingi jumladan chiqadigan mafhum muvofiq ma'no bilan mafhum muxolif ma'noni bizga uqtirmoqchi. Yani men demedim başkalar dedi. İki xil ma'no chiqdi. Men demedim başkalar dedi. Men qilmadim başkalar qildi. Yani bu yerda qasr chiqdi. Qilmaslik. Qilmaslikda qasr chiqdi yo qilishda qasr chiqdi. Qilmaslikning qasrisi ma'nolar ixtisosi. Qilishning qasrisi mendan boshqa hammada. Bu birinchi xil jumla qurilmasiga qarata deyilayotgan Abdul Qahirninki o'tirib qo'ygan fikri. Mush xil uslubdan mush xil ma'no chiqdi. Ikkinchisi ba'zi muslimlar taxsis uchun muqaddam qildi. Muslimlar taxsis uchun keldi. Gerçi nefi harfidan keyin tushmasa mo degani biz ikkinchi jumla shaklida uchinchi jumla shaklida muslay manfi emas musnad nafi degan to'q. Masalan uningga ana qultu ana sa'aytu degan misollar kelib bergandim. Nefi harfidan keyin tushmasa mo. Nima ish qodisa muslayninki g'ayridan uningdan keyin kelgan pillan yolg'izligini o'ylagan yoki boshqalarning shuningda o'rtoqligini o'ylagan degani qasr ifrat bilan qasr qalb demakchi ma'runda. Birov Ahmad bilan Muhammad ma ishni birga qilibdi desa yoki bo'lmasa Ahmad qilibdi desa Muhammad o'rnidan turiblar ashunga qarataqa mallam qildim degan taxsini ifodalaydi ma'qul holatda. Ya'ni ana sa'aytu fi hajatik. Qarshi taraf o'ylaganki Ahmad bilan Muhammad ikkisi mening bu ishimni tan qilibdi degan bo'lsa, Ahmad unda qilmoqliq. Yoki bo'lmasa Muhammad qilib tursa ma ishni qarshi taraf ta'tir tushunib Ahmad qilibdi, Muhammad qilmabdi deb o'ylagan bo'lsa, buning raddiya qilish yuzida, raddiya ifodasida eslida bo'lsin. Magapni deyishimiz chunki mush qurilmadan shunday ma'no chiqadi. Ya'ni boshqalarning xato o'ylashiga, xato uqumiga berilgan raddiya uqum chiqadi, taxsis shaklda. Bu qanday jumla shaklidan chiqadi desa, bayatdanki sizga 3-chi jumla shaklidan chiqadi. Ya'ni muslay manfidan keyin emas, nafidan keyin emas, manfi emas o'zi musnad nima fe'l shaklda. Ana sa'aytu fi xizmatik. Men sizning xizmatingiz, sizning hojingizda mallammandim degan ma'no chiqadi. Anda o'zi sizlar tushuninglarki, muslay jumlaning başida mushtahalat kelib qolsa, bundan taxsis chiqadi, ya'ni qasr chiqadi, qasr ifrat yoki nima, qasr qalb. Inshaalloh biz qasr babida qasr qalb degan nima, qasr ifrat degan nima buni so'zlaymiz. Demak, bu yerda ikki xil ma'no chiqdi. Birisi qasr qalb. Yana birisi qasr ifrat. Qasr qalbda o'qimidi mallam qildim degan ma'no chiqdi. Qasr ifratda ishto'lan qilmadik, mallam qildim degan bo'ladi. Men qarang, ikki gap bor. Birisi qasr qalb, ya'ni infirot g'ayril muslay. Muslayning boshqasiniki o'zidan keyin kelgan pilda yolg'iz o'g'onligiga qarshi deyilgan vaqtida qasr qalb bo'ladi. O'qimidi, men qildim, gapni o'ridi. Boshqalar shu ish harakatda shuningga o'rtoqlashdi degan gumonga qarata deyilgan vaqtida ya ishto'lan qilmadik, yolg'iz qildim degan. Buning birinchisi qanday ma'no chiqdi? O'qimidi, men bo'g'achqa birinchisiga binoan la g'ayri deganning o'qishdan ta'kidlanadi, chunki ma'no shu. U emas, mening g'ayrim emas, men degan gap. Ikkinchisiga binoan, ya'ni musharakatni o'ylagan kishiga rad qilish asosida vahdi ishto'lan qilmadik, yolg'iz. Nimashqa ta'kidni gap qilmaga desa, osh ma'noni bizga uqtirib bo'lmayapti. Ya'ni qasr ifrat holda, qasr qalb holatida o'qimidi men demakchi. Qasr ifrat holatida qasr qalbda o'qimidi men qildim. Qasr ifratda ishto'lan qilmadik, mallam qildim. Mana ma'qul shakldan muslay musbat o'qan. Musnad pil o'qan shakldan mashtaman chiqadi. Mallam qildim, ulam qildim. Huwa fa'ala desa ulam qildi. Ana fa'altu, mallam qildim. Anta fa'alta hada, mushuni sen qildingmi? Mana shaklda keladi. Bu biz bayatdan 4 dan jumla shaklini o'tirib qo'ygandik. Buning birinchisi nafidan keyin muslay, uchinchisi muslay manfi emas, musnad fe'l shaklida. Bu ikki shaklning ahvoli tugadi. Abdul Qahirni o'tirib qo'yayotgan fikrda ma ikki shaklning ifodalaydigan ma'nosi bu. Uchinchi xil fikr, ya'ni ayrim fikr. Bayatdanki qad yuqaddamu muslaylar birinchi fikr, qad ya'til muslay ikkinchi fikr. Ma'vam, ya'ni yeni bir fikr. Abdul Qahir qo'yayotgan yangi fikrlar bu.
Ba'zi muslay muqaddam keladi, oldida keladi. Bayatni degan gap bilan o'xshash gap asosan bu hukmni taqviya uchun. Ya'ni ba'zi degan bayatdan qolat. Ana fa'altu, ana sa'aytu fi hajati degan mush jumla shakli ikki xil ma'no ifodalaydiganda bayatdan nima uchun keladi degan qasr ifrot, qasr qalb shaklda qasr uchun degan amdavotida hukmni taqviyat kuchlantirish. Masalan, huwa yu'til jazil una ko'p beradi. Demak, unda bo'lsa savoqlashi kalonni silkib o'tirmayadi. Ilishtirat musulmon kitoblarni. Bir jumla musli bilan boshlansa, xabar qism pil bo'lib qolsa, ikki xil ma'no chiqar ekan. Birisi taxsis, ixtisos ma'no chiqar ekan, qasr ifrot, qasr tayin shakl, qasr qalb shaklda. Yana birisi taqviya, hukmni kuchlantirish ma'no chiqar ekan. Masalan, huwa talibun degan jumla o'qish degan gap normal. Huwa yadrusu degan jumla ikkisining farqi nima desa, o'qish degan gap ekan. Ma'u o'g'lan o'qiyotdi, taxsis chiqib qolsa, taqviya chiqib qolsa, u haqiqatan o'qiyotdi. Manda ma'no chiqadi ekan. Tarjimani mush shaklda qilsanglar bo'ladi. Ya'ni jumla fi'liya xabar olib kelgan vaqtida bikahunda olmaydi. Muslay musbat, xabar musnad pilop kelgan vaqtida yo ixtisos chiqadi, yoki taqviyatul hukm chiqadi. Ikkining birisi chiqadi, diqqat endi. 3 mazmun so'zlanib bo'ldi. 3 mazmun ikki shaklda. Birinchisi birinchi shakl, ikkinchi, uchinchi mazmun bayatning darsidan oldida degan 4 shaklning uchinchisi. 4-chi mazmun hamda diqqat. Muslayning taqdim qilish, hukmni kuchlantirish va ta'kidlash uchun qildi. Ham pil manfi bo'lib qolsa. Endi bayatning biz 4 dona shaklning ikkinchisida muslay nafining oldida keladi. Nafi muslaydan kinkasida buning misolini ana maqultu degan to'q. Ana la akzib degan to'q. Ana la azhab degan to'q. Ya'ni ana oldida manfi fil kaynida. Bunda shaklda kelib qolganning ikki xil ma'nosi bor ekan. Bir xil taqviyatul hukm va tavkili. Jumlaning mazmunini qanday qilish, ta'kidlash, kuchlantirish mazmuni bor ekan. Bu roli bor ekan. Masalan, anta la takzib. Sen hergiz yolg'on aytmaysan, hergiz cho'qim, keskin degan gapni qo'shsa xatolashmayman. Chunki jumla ta'kidli jumla. La takzib degan gapning kuchliq ma'vo. Bu kizbini inkor qilishda qattiqroq chiqadi ma'vo. Qaysidan? La takzib degan gapingdan, la takzib anta degan gapingdan. Chunki oxirgi ikki misoldagi jumla mahkumun alayga qana qilingan, mahkumun alayni ta'kidlashga asosan tuzilgan hukm emas. Ama biz degan hozirgi jumla, qaysi jumla muslay oldida, nafi filning oldida kelgan. Ya'ni bu nafi muslaydan keyin kelgan jumla hukmni degani mazmunni kuchlantiradi, mazmunni. Ammo kitobda kelgan keyindagi ikki misol, la takzib degan misol, la takzibu ant degan misol, muslayni ta'kidlayu bo'lmasa, uning ma'nosi oddiy ma'no oladi. Ma'vo 4-chi mazmun biz bayatdan so'zlagan 4 dona jumla shaklining ikkinchisi. Muslay nafidin oldida keladi, musnad fil keladi. Ya'ni nafi muslaydan keyin keladi, musnad fil kelgan jumla shakli. Ama Abdul Qahir o'tirib qo'ygan 3-chi mazmun, 4-chi mazmun, ikki mazmun bir jumla shakliga xos, shunga 4-chi mazmun 3-chi jumla shakli. Endi 4-chi mazmun agar pil bilan nekirdan xabar qilinsa, eng oxirgi jumla shakli. Muslay nekir bo'lib, musnad pil bo'lib qolsa, ya'ni pil bilan munkardan xabar qilinsa degan gap. Muslay munkar nekir bo'lsa, musnad pil bo'lib qolsa, vaqtda jins taxsis yoki vahid taxsisni ifodalaydi. Jins taxsis degani tur taxsisi. Musha xilga xos. Vahid taxsis shuni o'ylam qildi. Masalan, rajulun ja'ani desa, ikki xil ma'no chiqadi. Bir odamlar keldi, bu vahid taxsis bo'ladi. Yoki bo'lmasa, er kishilar keldi, bu jins taxsis bo'ladi. Shunga buning ta'rifatini, izohatini la imraatun degani er kishilar keladi desa, ayol kishi emas. Bu vaqtda taxsisul jins bo'ladi. İki adam emas desa, bir adam bo'ladi, bu vaqtda vahid taxsis bo'ladi. Ma'vo buning ma'nosi. Shunda olganda biz Abdul Qahirning gapini tugatdik. Ya'ni bir qitim qisqacha xulosalasak, Abdul Qahirning o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan tuvandagi 4 jumla shaklidagi muslayning muqaddam keltirilishininki ifodalari edi. Birisi muslay nafidan keyin keladi, musnad fil. Ikkinchisi nafi muslaydan keyin keladi, musnad fil. Üçüncüsü muslay nafidan keyin kelmaydi, nafi yo'q, musnad fil. To'rtinchisi muslay nakira, musnad nima fil. Buning birinchisidan muslay nafidan keyin kelib, musnad fil o'g'ini qasd ixtisosni ifodalaydi ekan, tamom.
Bunun içindeki ikincisi ve üçüncüsü. İkincisi ve üçüncüsü. Qaysi ikincisi? Muslay. Nima? Üçüncüsü muslay. Üçüncüsü musbat. Yani nefilinkini kelmegilik musbat bilib qolgani necha xil ma'ni ifodalaydigan ikki xil. Taxsis ifodalashi mumkin. Taxsis ifodalagan vaqtda qasr ifrat yoki qasr qilib va jumlani ta'kidlash uchun kelishi mumkin. Bu üçüncü jumla shaklining ikki mazmuni. Undan keyin ikkinchi jumla shakli qolgan qaysi? Muslay nefining oldida. Nefi muslaydan keyin keldi. Bu jumlani ta'kidlash uchun keldi. To'rtinchi jumla shakli muslay nakira musnad bil. Bu xilisi mushu eng oxirgi qabul qilib o'tirib qo'ygan fikr, ya'ni bu vaqtda ya jins taxsis ya vahid taxsis. Masalan, rajulun jani desa, faqat er kishilam keldi. Ayol kishi emas. Bu jins taxsis. Birlam er keldi, ishkadan emas, bu vahid taxsis bo'ldi. Abdul Qahir muslimlarning muqaddam keltirilishininki mushu mazmunlarni mashta ma'no ifodalaydi deb o'tirib qo'ydi. Bu balag'at sohasidagi bir marja qoida. Nima asas qilsak, nurg'un jumlalarni biz isl tarjima qilamiz, ma'nolarni to'g'ri olamiz. Abdul Qahirning bu gapiga asosan hamma balog'atchilar qoyil. Qo'lga olib, illaki ba'zi ifodalar, ba'zi o'tirib qo'ygan fikrlariga ba'zi balog'atchilarning azroq fikri bor. Masalan, Imom Sakkakiga o'xshaydi. Imom Sakkaki gapning hamini buzmaydi, lekin ba'zi gaplarini buzadi. Biz bir anglab o'tib ketaylik. Endi bu Abdul Qahir Jurranining gapining fahvasi, ya'ni mazmuni İmam Sakkaki Abdul Qahirga qo'shildi. Nimaga desa, taqdimning taxsis va taqviyatul hukmni ifodalaydiganligiga. Diqqat qildingizmi-ki, yuqorqi 4 jumla shaklida chiqqan 5 dona mazmunning hammasi ikki nuqtaga markazlashgan. Birisi ya xoslik ixtisos chiqadi yoki taqviyatul hukm chiqadi. Ya ixtisos ya taqviyatul hukm. Bu jihatda Sakkaki Abdul Qahirga qo'shildi. Lekin illa annahu yani Sakkaki rahimahullah Jurjanininki gapiga tuvandagi gapi bilan qana qildi, e'tiroz bildirib, ba'zi gaplarni qo'shdi. Bundan diqqat qilinglar. Taqdim to'g'ri ixtisosni ifodalaydi. Qanday chaqda desa, agar muslimlarninki aslida ma'nan fa'il deb turib muaxxar ekanligini taqdir qilish to'g'risidagini kallimizda muslimlar asli keyin deydi. Abdul Qahir başka gapirmedi. Muslim oldida kelsa, ifodalaverdi dedi. Sakkaki dedi ki, aslida unda kelsa ifodalamaydi. Aslida ne deydi? Keyin deydi deb kallimizda paras qilsak, mush to'g'ri bo'lsa va quddira ham amaliyotda shundoq deb mo'ljallansa, kallimizda shunday deb o'ylansa, andagin to'g'ri deydi. Masalan, ana qumtu desa, Abdul Qahir mu deydi, Sakkaki mi deydi, mushu jumladan taxsis chiqadi deydi. Men lan o'rnimdan turdim degan gap. Ya'ni men o'rnimdan turdim deb taqviyatul hukm taxsis chiqishga qoyil. Bayatni degan bo'yicha muvofiq shaklda. Abdul Qahir alatul davrda mushuni, ana qumdan chiqaverdi deydi, boshqa ortiq gap yo'q. Sakkaki deydi, mush jumladan chiqadi to'g'ri, lekin aslida bu qumtu anati. Qumtu anati. Jumla asli qumtu. Ana tuni ta'kidlash uchun kelgan. Andan ana oldiga o'tkazilgan muslay qilib. Manda deb tushunsak, andan taxsis taqviyatul hukm chiqadi. Taqdimdan deb magapni qo'shadi. Anog'anda Sakkakining gapi tuzlan. Nima? Abdul Qahirning gapi. Sakkakining gapi azroq mig'izi bor. Ya'ni aslida ma'mundaq jumla shaklida o'zgarishdan kelib chiqqan ahvol ma'u deydi. Wa illam yajuz zalik aslida undaq ma'nan fa'il muaxxar ti deb taqdir qilish, faraz qilish ham amaliy taqdir qilish to'g'ri bo'lsa, muslimlarning taqdimi taqviyatul hukmni ifodalaydi, taxsisni ifodalamaydi. Ikki shartni o'tirib qo'ydi Sakkaki. Birisi aslida shundaqti deb taqdir qilish to'g'ri bo'lsa, hem ameliy shundoq deb taqdir qilinsa, faraz qilinsa. Da'du kamdi. Mayli u aslida ma'nan fa'il deb muaxxar taqdir qilinish to'g'rilab turib taqdir qilinmagan bo'lsin yoki to'g'ri bo'lsin. Demak, ikki shartdan qaysi yo'qolib ketsa, bu yerda taxsis va taqviyatul hukm degan ikki alohidlikninki taqviyatul hukm qoladi, taxsis qolmaydi. Undaganda Sakkakining fikri asosligi taxsisda. Taqviyatul hukmga o'xshash. Masalan, Zaydun qama desa, Sakkakining kelgan dalili. Zaydun qamida
İmam Abdülqahir deydi. Zeydun qamidin taqviyatli hukm chiqaverdi deydi. Taxsis noz kelib qas chiqaverdi. Aybaytdan to'ddan jumla shaklini keltirib bir shakllar bor. Ash shaklda kelsa taxsis chiqaverdi deydi. Sakaki deydi chiqmaydi. Chunki Zeydun qamini qama Zeydun Zeyd aslida qamining ma'nan foydasi digilmaydi. Qamzini bo'lgandan keyin labzan fayl bo'ldi u. Ma'nan fayl degan nima? Iboyatdanki ana qumtudagi tu o'xshaydi. Chunki qumtu ana desak, asl labzan fayl qaysi tu. Ana uni ta'kidi degan ma'nan fayl. Ammo ani muqaddam qildik, taxsis taqviyatli hukm ikkisi chiqadi mana holatda. Ammo Zeydun qamida Zeydni shunda keyinga o'tkazsak, ma'nan fayl olmaydi, labzan fayl oldu. Qamining amaliy fayli u. Da'vatudaki fa innahu la yajuz ma Zeydun qamida uning aslida qam Zeydun deb taqdir qilish to'g'ri emas. Chunki u bu orqali labzan fa'ilni muqaddam qilishni chugizutdi, holbuki taqdim qilishga mulzam majburligini bu jumla Zeydun qami deb keladi. Agar buni aslida Zeydun qama Zeydun Zeyd ma'nan fa'il desak, labzan fa'il oldiga chiqish to'g'ri keladi. Yani o açık olmaydı, labzan fa'il açık olmaydı. Ma'nan fa'il, lekin holbuki buni muqaddam qilish mulzamga chuqum, ma'nan fa'ilning birini aslida muaxirdan chiqish kerak deydi. Agar labzan fa'il qama Zeydun deb taqdim qilinsa, lama jaza fi'lu unda qilish to'g'ri emas. Chunki Zeyd yerda ma'nan fa'il olmaydi. Demak, bu xil ahvol shart tushmadi bu yerda holda Zeydun qamida. Qanday shart olsin shart tushmadi. Shart tushmadi. Cho'qim taxsis taqviyatli hukm chiqish uchun muqaddam deydigan bir gap bo'lish kerak. Muqaddam deydigan bir gap bo'lish kerak. Lekin muqaddam bo'lmay qolib qolsa, muqaddam qilish bo'lmay qolib qolsa, bu yerda taqviyatli hukm taxsis hukm chiqmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, bu qama Zeydun desak, ma'nan fa'il emas u, labzan fa'il u. Ikki masala chiqadi bu yerda. Diqqat qiling, ha? Bu gapga qarata manda bir savol tushdi Imom Sakkakiga. Imom Sakkakining gapini aniq olsin kallandı. Imom Sakkaki cho'qim muslimlar muqaddam bo'lib, musnad pilog'an shaklda taxsis taqviyatli hukm chiqishga man qoyil. Lekin mush jumlada biz avval mush muqaddam bo'lgan muslimlarni muaxxar deb ma'nan fa'il deb turib o'ylashimiz kerak. Ham amaliy ashta deyishimiz kerak. Undan keyin ma muaxxar bo'lgan ma'nan fa'il oldiga muqaddam qilingan bo'lishi deyishimiz kerak. Zeydun qamida unda biz degan gap amalga oshmaydi. Ya u yerdan chatoq chiqadi yoki bu yerdan chatoq chiqadi. Magab tushunib qo'ya. Undan keyin ba'zi o'quvchilar tarafidan bir savol qo'yildi. Bo'pti. Zeydun qamida siz har holda bir gapingizni o'tkazib oldingiz deyli, to'pturli. Rajulun ja'ani deb birdan jumla bor. Birlam adam keldi deb. Buningga mayli siz, mayli boshqalar butun balog'atchilik qoyil. Bu yerda taxsis chiqadiganligiga. Rajulun ja'ani bilan Zeydun ja'anining ne farqi bor? Xuddi Zeydun qamida Zeydni keyniga o'tkazsak, ma'nan fa'il digilib bo'lmaganga o'xshash. Ma'nan fa'il digilib bo'lmaganga o'xshash. La ma'nan fa'il desak, labzan fa'il bo'lmaydi u yerda. Labzan fa'il olmaydi. Buni labzan fa'il desak, labzan fa'il oldiga chiqishga bo'lmaydi. Biz oldiga chiqishga majbur. Ishqil har holda bir chatoq chiqib qoladi. Rajulun ja'ani o'xshash. Desa, siz ma'lum dedingiz, ammo ma'ni butun balog'atchilar taxsis chiqdi deb qoyil. Sizning gapingiz bunday taxsis chiqmasligi kerak desa, Sakkaki buningga gap aytadi. Da'vatudaki واستثنى السكاكي المنكر بجعله من باب أسر النجوى الذين ظلموا. İmam Sakkaki nekirni أسر النجوى الذين ظلموا degan oyatning i'rob bobidan qilish orqali bundan chiqarib oldi. Rajulun ja'ani o'xshamaydi Zeydun qamga. Qanday o'xshamaydi? Manda o'xshamaydi. Bir oyat bor va أسر النجوى الذين ظلموا da bir oyat bor. Bundan ikki xil i'rob qo'yilgan. Bizga misol olgan i'rob asarru pil. Bunun fail ise asarru'daki vavul cema'a fail. Ellezine zalemu vavul cema'adan ilingan bedel. Yani alal kavl bil ibdal degene bedel eliş diyen gap. Nimini bedel eliş? Ellezine zalemu degene asarru'daki vavul damirden bedel eliş diyen bab kısalımız ki Raculun ca'aninin aslısı ca'ani raculun de. Ca'ani raculunda raculun ca'anın fail emez.
Ja'nın fayli tigidigi damir xuddi asarruning waw fayli bo'lgandek. Rajulunni ja'ning tigidigi damirdan bir alaldı. Unda olganda badal degan ma'na fayil. Ja'ni rajulunda rajulun ja'nining ma'na fayili oldiga chiqdi. Buni men degandek bo'ldi. Deydi Imom Sakkaki. Nima uchun bunchalar qaploq tatib ketisiz uni aslida rajulun ja'ni rajulun ti rajulun ja'nining fayili emas ja'nining tigidigi damirdan badal. Nima qaploq desa İmam Sakkaki'nin çıkışı bu. Çünkü bütün balag'atchilar ma şekilden taxsis çıkıdı deydi. Eğer onda qilmasak, mening qoidam bo'yicha taxsis chiqmaslik to'g'ri keladi. Ya'ni qarshi chiqish to'g'ri keladi. Bu degan muttafaqun alayh jumla taxsis chiqishda. Shunga zalika ashta qilishimiz taxsis yo'qolib ketmaslik uchun. Taxsis bor bunda. Chunki taqdimning undan boshqa sababi yo'q ma'runda. Ammo muarrafning xilofi bilan. Muarraf bunga o'xshamaydi deydi. Debulab Imom Sakkaki dedi, endi munakkarni, nekirni bu bobdan qilishning sharti cho'qim taxsisdan bilan ma'ni qana qilmaslik kerak, chekilmaslik kerak. Agar taxsisdan bilan ma'ni cheklab qolsa, boshqa bir to'sal bo'lib qolsa, yana bo'lmaydi deydi. Masalan, rajulun ja'anida biz yuqorida o'tgandek, buning ma'nosi rajulun ja'ani imra'u. Demak, ikki taxsis vahid yoki taxsis jinsi ikki xil taxsis chiqadi. Ama sharrun aharra zanabin degan gapning qarshisicha ma o'xshamaydi. Sharrun aharra zanabin rajulun janiga o'xshamaydi. Chunki bu yerda unda da qilmasakma, taqdimdan taxsis chiqarib demasakma, sharrun aharra zanabindagi sharrunning tanvini ya ta'zim taxsis chiqaradi, ya nav'iyat taxsis chiqaradi o'xshash. Buyuk yomonlik yoki bir xil yomonlik degandek ma xil shaklda. Bular o'rdi mana. Ama Allah takdiri boyunca, cins takdiri boyunca mesela ayetden rajulun ja'anidan ikki xil taxsis chiqadi emasmi? Ikki xil taxsis chiqadi. Birisi taxsis, birisi nav'i, taxsis vahid, taxsis nav'i. Aşı taxsisning o'zini sharun ahar zanabunga kelsak, ma'no xato chiqadi. Qanday desangmi, cins taxsis olsak birinchi taqdir bu taxsis cins bo'yicha oyat rajulun ja'anida erlam keldik ya. Qavatquchi sharlan bo'ladi, xayr emas. Bu xil ma'no chiqadi. Ikkinchi taqdir bo'yicha bu uning ishiltish o'rinlarini bak raqlab ketadi. Chunki vaqtda bir yomonlik qatdi, ikki yomonlik emas deb vahiy taxsis chiqib qoladi. Chunki uningdan qavatquchi bir, ikki emas degan manda maqsad qilinib qoladi. Demak, manda bir ma'ni o'g'achqa. Oyatdagi taxsisdan cho'qim ikki xil taxsis chiqadi. Birisi taxsis vahid, birisi taxsis jins. Mush ikki xil taxsisni chiqarib bo'lsa, an rajulun ja'niga o'xshash va asarrun najwallazin zalamu degan bobdan qilib turib taxsis olamiz. Ammo sharrun ahr zanabında ikki taxsisning birini aqli bo'ladi, ikkinchisini aqli olmaydi. Jinsni aqli bo'ldiki, yomonlik turi qavatdi, yaxshilik emas digiluldi. Ammo bir yomonlik qavatdi, ikki yomonlik emas digilolmaydi. Ondan keyin sharrun ahr zanabinni rajulun ja'ani degan bobdan qilmaymiz. Bu qaysi bobdan? Bu sharrunning tanviniga qarab turib nima oladigan bobdan, taxsis oladigan bobdan. Degandek har xil gaplar bilan Imom Sakkaki o'zining taqdimdan chiqadigan ma'no hukmlarini o'tirib qo'ydi. Bu yerdagi muhim masala o'qib bilib olmoqchi bo'lgan muhim masala, mayli kim bilan talassun, nimaga raddiya qaytolsun, jumla uslubidagi yangilik. İmam Abdul Qahir rahimahullah bir muncha fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bu bir narsani elib oldi. Imom Sakkaki rahimahullah uningga qarshi ba'zi fikrlarni o'tirib qo'ydi. Undan keyin o'zining ba'zi bir fikrlarini o'tirib qo'ydi, masalan, o'tirib qo'ydi. Bu yerda biz nurg'un ma'noni qana qildik, elib oldik. Har holda ikkisining ba'zi bir munoziralariga bo'ldik, shahid bo'ldik. Amdikilaydi. Imom Sakkaki rahimahullahning gapi tugumadi, ha. Unda desa mana bir savol tushdi. Sharrun ahr zanabinni rajulun janiga o'xshatmadi emasmi? O'xshamaydi u, o xil taxsis aqlamaydi desa, o'quvchilardan birisi so'raydi-da, ulamolarning hammasi shuningga ittifoqga sharrun ahr zanabindan taxsis chiqadi. Biz nahvida sharrunning mubtada bo'lishining shartini nekira xaslansa mubtada bo'ladi deb kelib, sharrunni mubtada qilgan. Nahvida siz meyada rajulun janiga o'xshamaydi deysiz. Chunki anda chiqib qoladi ekan, ikki xil taxsis chiqadi deb. Nima deymiz endi men bayatni burunroq davatib qoldim men gapni. Endi buni Imom Sakkaki javob berib, imomlar
Şarrun ahir zanabını tahsis qilishdan uch fikrini o'tirib qo'ygan. Ya'ni ular uch tahsis chiqadi degan bo'lsa, ya'ni ular uni ma ahir zanabin illa sharrun degan bo'lsa, balkim ularning qishidagi dalil sharninki ahvolini ta'zim, buyuklatish, uni nakir keltirishlar bo'lishi, ya'ni sharrunning tanvinidan chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki tankir ta'zimni ifodalaydi. Undag'ani ma'no sharrun azim ahir zanabin degan bo'ladi deb ma o'tirib qo'ydi. Lekin har holda hada qawlun fihi nazar. Hada qawlun fihi nazar. Yani Sakkakininki yuqorida bütün o'tgan gaplar bor. Men mush gaplar emas, yuqorida o'tirib qolgan bütün gaplar bor. Abdul Qahir bayatanga 4 shaklda tepilgan 4 dona holatni o'tirib qo'yibdilar. Taqbasdan taqviyatul hukm, ba'sdan taxsis chiqadi deb gapni o'tirib qo'yapti. Bu gap tugagan. Sakkaki shu gapga qarata qetilib turib, ammo ba'zi shaklni avutdi. Asli bunda qilsaq bunda avutdi dedi. Sakkaki buning ba'ziga raddiya berdi. Andan keyin o'zining ba'zi fikrlarini o'tirib qo'ydi. Masalan, Rajulun Ja'anidagi fikrini, Sharun Ahir Zanabidagi fikrini Sakkakining ba'zi gaplarida nazar bor. Bu yerda ketib qolgan bir taraf bor. İmam Sakkaki rahimahullah ana qultu degan jumlaning o'zida ana aslida qultu anati ana fa'il ma'nan oldiga chiqsak ondan taxsis ta'kid chiqadi deb bo'lib Zaydun qama degan jumlada Zaydni keyniga o'tkazib aslida qama Zaydun desak Zayd labzan fa'il bo'lib qoladi, ma'nan fa'il emas. Buni oldiga chiqib qolmaydi dedi. Mishning uzdullan İmam Sakkakining gapidan labzan fa'ilni oldiga chiqib qolmaydi, ma'nan fa'ilni oldiga chiqib qoladi degan gap chiqdi emasmi? Mush gapi xatoki. Chunki labzi fa'il va ma'naviy fa'il. Labzi fa'il, ma'naviy fa'il muqaddam qilishni cheklanishda o'xshash u ikkisining o'z holi bo'yicha qapqasligini ma'na fa'ilni fa'il desak, tabi'ni tabi' desak, ikkisi o'xshash açıqlamaslikda. Ma ana qumtuda asli qumtu anati ana tuning ta'kid etdi oldiga chiqdi dedi, to'g'ri dedi. Zaydun qamida asli qami Zaydun dedi, Zayd fa'ilni oldiga chiqib olmaydi dedi. Bu qanday gap endi bu? Biz qumtu anada anani tuning ta'kidlam desak, hamma bilasizlar, nahvida tabi deb bir gap bor. Tabi degan mangu matbu'tin keyin turadi. Demak, uni tabi'ni tabi deb tursak, oldiga chiqib olmaydi. Xuddi fa'ilni fa'il deb oldiga chiqib olganga o'xshash. Ani açıqılıb buludu desek, bunu açıqılıb buludu. Bunu açıqılıb bommaydı aldığa desek, ani açıqılıb bommaydı. O'xshash o ikkisi. Yani madamiki fa'il olsa, tabi olsa, fa'ilni fa'il deb açıqılmaganga o'xshash, tabi'ni tabi deb açıqılmaydi. Amma tabi'ni açıqılıb bulduğanlığı siz maqayil, biz maqayil, fa'ilni açıqılıb o'xshash. Ondaganda gapimiz bu yerda chataq chiqdi demekçi. Qandaqdir ma'naviy fa'ilni muqaddam qilishni durust deyish, labzi fa'ilni muqaddam qilishni durust demasdan, ma'na durust emas, ana durust deyish tahakkum fil amr. Bu degan ishdagi mutahammilik bu. Zotalik bu. Bila musabaqa dalilsiz. Bu gapimizning dalili yo'q, bu bir xatolik. Imom Sakkakining ketib qolgan bir xatolik deydi. Ikkinchisi, biz rajulun janida taqdimni taqdir qilib, aslida mundaqdan keyin muqaddam bo'lgan demasak, taxsis yo'qolib ketadi degan gapga qoyilamiz. Imom Sakkakining birisi so'di bu oyatdan. Ya'ni men so'dim. İmam Sakkaki rajulun janidan taxsis chiqadi. Bu ashta yo'ldan chiqamdi xuddi Zaydun qamidimi o'xshashdi u desak, yo'q, rajulun janining aslisi jani rajulunti, rajulun janining tigidiki damirdan badalni oldiga chiqdi. Bu nimaga bunday qiynalasiz desa, mushtaq qilmasak, bu yerdan taxsis yo'qolib ketgandan bir qiz gapni qilib qolgan. Biz mush gapiga qoyilamiz. Ya'ni taqdim faraz qilinmasa, taqdim degani taqdim aslida rajani rajulunti, rajulunni oldiga chiqqandan taxsis chiqdi. Bunda qilmasak taxsis topolmaymiz degan gapga qoyilamiz. Nimishqa taxsisning taqdimni faraz qilishning boshqa yo'llarmi chiqadi? Xuddi o'zi Sakkakining o'zi Sharun Ahir Zanabin degan so'zdagi tilga olgan xusus, ya'ni taxsis yo'llarining bayonida degan gapiga o'xshash. Sakkakining o'zidagi Sharun Ahir Zanabinda taqdim qilmasaqmi Sharunning tanvinidan qana chiqadi, taxsis chiqadi dedi. Rajulunning tanvinidanmi chiqsa bo'lardi. Aslida ja'ani rajulun emas o. Rajulun ja'ani taqdim yo'q bo'rin deb tursak taxsis chiqmaydi bo'ldi. Chunki buni Sakkakining o'zi degan. Iboyatdan taqa Sharrunda Sakkaki taqdim qilmasaqmi Sharrundan tanvin orqali
Şerrun azim deb taxsis chiqarib degan biz xuddi shunga o'xshagan rajulunning tanvinidan ifrat asaqim bo'ladi. Tanvin degan hammanglar bilasizlar, nimani ifodalaydi? İfratni ifodalaydi. Bir adam desak bo'ladi. Naviyatni ifodalaydi. Er kishi desak bo'ladi. Yani taxsis vahid, taxsis jinsi tanvinning o'zidan chiqalaydi. Bu bir. Bu ikkinchi sakkaga qaytib yani gibining orasidan tepib olgan xatolik. Bu ikkinchisi. Ondan keyin biz yana sakaki Şerrun aharzanabinden iki taxsis chiqarib olmaydi. Taxsis vahiddan taxsis jinsni chiqarib olmaydi. Taxsis jinsni chiqarib bular. Yomonlik qavatdi, yaxshilik emasligi bular. Ammo taxsis vahidni chiqarib olmayotganki, bir yomonlik qavatdi, ikki yomonlik qavatni digilolmaydi deganti boya Imom Sakkaki. Biz al qavatquchi yomonlik, yaxshilik emas degan gap xato deganti, mushxulizning xatoligiga biz qoyil emas. Chunki fa inma quddima sharrun fi sharrun mana muqaddam qilinishi chunki murod magan egisini qavatgan narsa yomonlik jinsidan yaxshilikdan emas. Xuddi bu ja'ani rajulun degan gapning o'rnida bu yerda er keldi, ayol kamidi degan gapning o'rniga o'xshash gap bu. Ya'ni bu yerda qavatquchi yaxshilik yomonlik yaxshilik emas degan gap xato demasmi boya? Ya'ni yaxshilikni ba'zida qavutib qo'ygan gaplar var izohatlarda. Bu gap xato. Xuddi bu kishi keldi ayol emas degan gap bu. Faqat ishni qavatqini yomonlik yaxshilik emas degan hukm hech qanday xato emas. Buning xatoligiga bunda maqsadning iroda qilinish shaklidagi biz qoyil emas. Bu cheklanmaydi bu deyotdi. Gap tugidi endi mahaqda Ana Sakkaki rahimahullohning yani isil gapning bir svan oxirida. Bu gapni hammadan anglab qo'yishim. Sakkaki mushadrak isil gapdan birini qilgan. Bu bizning tarjimamizga, jumlalarni tushunishimizga bak foydasi bor. Qaranglar. Andan keyin Sakkaki rahimahulloh deydi. Bu gapni o'ldirishga kerak. Yaqrubu min huwa qama. Huwa qama degan jumladan hukmni kuchlantirishda Zaydun qoyimni yaqin qildi. Yani bir gapni qildim. Biz boshqa qaytaylik. Mayli Abdul Qohir nazarda bo'lsin, Sakkaki nazarda bo'lsin, bir muslay keynidan musnad fi'l kelib qolsa jumla taqviya bo'ladigan iboratni biz so'zladik uni darsning oldida. Masalan, ana sa'aytu fi hajatikda ana muslay nafi yo'q, ammo xabar musnad fi'l maholatda taqviyatul hukm chiqib degan mitda mushu taqviyatul hukmda Zaydun qoyimga o'xshash jumla ham nima keladi? Yaqin keladi degani muslay xavri sifat olib kelganlarmi, xavri pil olib kelganga yaqin undan nima chiqadi? Xali ta'kid chiqadi deydi. Sabab shu bu damir o'ziga bog'liq. Xuddi Zaydun qama taqviya chiqadi emasmi? Chunki qamida bir damir bor. Qama avval Zaydga bir nima qilinadi? Isnod qilinadi. Qamining o'zi tegidagi damirni qanday qilib isnod qilinadi? Buning taqviya baliq aniqdi. Muhammad Talibun deganda taqviya yo'qligi aniqdi. Endi Muhammad qoyimun deb xabar sifatni pil ma'nosiga sifat olib qolgan vaqtda bu shunga o'xshash taqviya chiqadi. Nimishqa damirning o'ziga xuddi qomining tegida damir bo'lgandek, qoimunning tegida damir bor. Qoma Zaydga bir qitim isnod qilinib, tegidagi damirga bir qitim isnod qilingandek, qoimunmi beshdagi Zaydga bir qitim isnod qilinadi, keyindagi qoimunga tegidagi damirga bir qitim isnod qilinadi. Ikki qitim takrar topadi deb magapni davatadi. Nimishqa u damirning o'ziga g'alliq uchun. Endi damirdan xoliga o'xshashi, endi bu odatdagi Zaydun Talibunga o'xshash bir gapchi bu. Bu bunda shaklda keltirildi. Nimishqa desa, uning takallum xitob g'aybatda o'zgarmaganlik uchun. Ana qoimun, huwa qoimun, anta qoimun. Lekin aqam o'xshamaydi. Ana qumtu, huwa qama, anta qumta. O'zgardi ma u. O'zgarmaydi. O'zgarmagan nuqtasiga qarab turib, zimir yo'q jumlaga o'xshaydi. O'zgargan nuqtaga qarab turib, Zaydun qamga o'xshaydi. Ano'g'andan keyin bu aniga ma'noga o'xshagandan keyin butun ma'nodagi jumlasi mazmun ta'kidlanmasmi, lekin ta'kidlashda shunga yaqin. Demak, ma'nodagi bir xil ta'kidlik mazmun chiqadi deydi. Shunga masalan ana qoyim, anta qoyim va qoyim. Shunga buni jumla deb hukm qilolmaydi qamiga o'xshash. Va yoki va qurilishda uning muomalasini qilin. Bir butun jumla demaymiz. O'zi mufrad. Lekin buningda damir bor, isnod ikki qitim takrorlanadi. Mush nuqtadan buni sab mufradga o'xshash hukm qilolmaymiz, sab jumlaga o'xshash hukm qilolmaymiz, balki mufradga o'xshash jumlalarni ta'kidlaydi, lekin muomalada nima? Jumlaga o'xshash jumlani mazmun nazar ta'kidlaydi, qonunga o'xshash, lekin muomalada mufradga muomala qilishning ikki tarafi bor buni. Birisi zimrini o'z ichiga olgan tarafi, yana o'zgarmaydigan tarafi. Zimrini o'z ichiga olgan tarafdan jumlani ta'kidlaydi, o'zgarmaydigan tarafdan bu mufradga o'xshash bo'ladi. Shu xil hukm ifodalab Sakkaki rahimahulloh ma'no dedi. Buni aytib isilgab tarjimada
fikirde azroq ta'kid chiqdi degandan keyin biz har holda ancha-muncha farqlantirsak xatolashmaymiz bu shara. Bizning shu muslimlarni muqaddam keltirishda ikki muhim mazmun bor degan to'q. Birisi Imom Sakaki rahimahullohning, Imom Abdul Qahir rahimahullohning mendagi muslimlarning muqaddam qilish babida o'tirib qolgan fikrlari va Imom Sakakiningki bunga bergan ba'zi bir raddiya va ko'rsatgan ba'zi bir mazmunlari mabak muhim. Yana bir muhim Ibn Malikningki shu muslimlarning ma'lum bir shakllardagi muqaddamdan chiqadigan, taqdim keltirilishdan chiqadigan ifodalarni bugun menga to'xtab turli. Imom Ibn Malik fikrini inşallah kelasat o'qiymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.